Kredit bo'yicha kechiktirilgan to'lovlar kredit tarixingizda qancha vaqt saqlanishini bilasizmi? Eng muhimi ular qachon kredit tarixidan chiqishini bilish. Ilovani oching, bosh sahifani pastga tushiring va muddati o'tgan to'lovlar xizmatini tanlang. Xizmat uchun to'lov miqdori qo'shilgan qiymat solig'i hisobga olinmagan holda bazaviy hisoblash miqdorining 100% qismi etib belgilangan. Xizmatdan foydalanish uchun o'zingizga tegishli bank kartasini ilovaga qo'shing yoki ilovada ko'rsatilgan to'lov tizimlari orqali to'lovni amalga oshiring. Ushbu xizmat orqali siz asosiy qarzdorlik bo'yicha 90 kundan oshiq kechiktirilgan to'lovlarni kredit tarixidan yo'qolishini doimiy monitoring qilib borasiz. Eslatma: ma'lumotlar avtomatik ravishda yangilanadi va siz 90 kundan ortiq muddati o'tgan qarzdorliklar bo'yicha o'zgarishlardan doimiy xabardor bo'lib borasiz. Bu esa kredit imkoniyatlaringizni yaxshilash va rejalaringizni to'g'ri tuzishda yordam beradi. KTM mobil ilovasi moliyaviy boshqaruvdagi ishonchli yordamchingiz.